Assalamu alaykum, aziz kitobxumar qarindoshlarım. Sizlarning huzuringizda adabiyotshunos olim Hamid Hamraevning G'o'jilar nayranglari tarixiy romanining davomi. 5-bob. Qashqarda. Yakan Uyg'ur xonligining varisi Shahzoda Shujjiddin Ahmad bir necha kun davomida o'zini qo'yar joy topolmayotdi. Uni ikki narsa darg'azab qilyotdi. Hammadan burun u Xudobandining qiliqlariga norozi edi. Xudobandi o'zini Turpanning, demak Qumul bilan Qarasharning hukmdori deb jakolmoqchi bo'layotganligi uning achchig'ini keltiryotdi. Shundoq ekan, bu ahvol Shah Shujjiddin Ahmadning hukm yurgizishiga to'salg'i bo'lganligini keltirib chiqardi. Uning ustiga Xudobandi Shah Shujjiddin Ahmadning bir tuqqan hadisi Hadichining eri edi. Buni Hada bilan inini bir-biriga dushmanlashtirishga urinish deb baholashga bo'ladi. Shah Shujjiddin Ahmad dadisi davlat boshlig'i Muhammad Xonning mazkur masala bo'yicha tutgan mavqesiga rozi emasdi. Shahzodaga kelib yetgan uchurlarga qaraganda, dadisi isyonkor Xudobandiga bek siliq, muruvvatlik muomala qilayotgan o'xshaydi. Hatto Muhammad Xon muammoni tinchlik yo'li bilan hech kimni jazolamay yashmoqchi ekanligi to'g'riliqmi gaplar mavjud edi. Shah Shujjiddin Ahmad bu vaziyatdan chiqishning muvofiq yo'lini andikib izlamoqda edi. Yo'l tepildi. Shah Shujjiddin Ahmad o'z mavqesini qo'llaydigan, ta'sir doirasi cho'ng ittifoqdosh tepish kerak degan xulosaga keldi. Naq Shah Shujjiddin Ahmaddek yoki shundoq yo'nalishda tafakkur qiladigan ittifoqdosh Muhammad Xonning inisi Shah Shujjiddin Ahmadning kichik dadisi Abdurahim Sulton edi. Kichik dadisining Qashqarga dadisidan ilgari yetib kelgani Shahzoda uchun bek yaxshi bo'lgandi. Shunga Shah Shujjiddin Ahmad Yakkandan otliq qo'shin kelib 2 soat o'tgandan keyin o'zi bilan bor yo'qi 5 muhabbisatchini elib Abdurahim Sulton o'z mulozimlari bilan o'rinlashgan joyga yetib keldi. Abdurahim yo'l azovi go'r azovidan biroz hodiq ilib ulgurgan. U jiyanini xush chiroy qarshi oldi. Abdurahim Shah Shujjiddin Ahmadning qadam tashrifini kutgandi. Chunki isyonni bostirishga hukmron sulola a'zolaridan taxt varisi bo'lgan Shahzoda manfaatdor edi. Sezgurlik iqtidoriga ega Abdurahim tashabbusning Shah Shujjiddin Ahmaddan chiqqanini yaxshi deb faraz qildi. Ular yaqin tuqqan bo'lg'achqa Shahzodaning kichik dadisi bilan ko'rishmagi shart edi. Abdurahimning jiyanidan 10 yosh cho'ngligimi, garchi taxt varisi Shahzoda bo'lsa-mu, Shah Shujjiddin Ahmadning kichik dadisini yo'qlashini talab qiladi. Bu ahvol Abdurahimning qalbini ichishtiradi. Chunki davlatning asoschisi Sulton Said Xondan taxt otidan balg'a o'tishi kerak edi. Amaldagi 4-xon, 3-Muhammad taxtni otasi Abdurashid Xondan emas, aksi Abdurahim Xondan topshirilib olgandi. Boshqacha aytganda, Abdurahim tartib qoida jihatdan taxtga da'vo qilishi mumkin edi. Lekin hozir u bu haqda eg'iz ichishni hargizmi o'ylamadi. Nihoyat jiyanining kichik dadisini atayin yo'qlab kelishining yana bir sababi ular Yakkanda emas, Qashqarda edi. Qashqar ayonki taxt varislari shahzodalarning muqimlashgan joyi edi. Demak, Shah Shujjiddin Ahmadning xo'jayin, sahibxon sifatida mehmonni oldiga berishi aqlga muvofiqdi. Yot quloqlardan xoli suhbat quradigan joylar Qashqarda ko'p. Abdurahim o'z mulozimlari bilan o'rinlashgan katta uy shundaq joylarning biri edi. Mazkur uyga qarashliq
g'oyat zo'r bog'da bemalol gaplashishga bo'ladi. Shah Shujjiddin Ahmad Abdurahim bilan aynan shu bog'da suhbatlashdi. Ko'rkam, issiq chapallarni kiygan Muhammad xonning inisi bilan o'g'li atrofini sham chiroqlar yo'p-yo'riq qilayotgan. O'rda saroyini eslatadigan katta uydan jiroqlab, tog' tarafdan chiqayotgan izg'irin shamolda chapallarning peshlarini himlag'ach, bog'ning ichkarisiga yo'l oldi. Ular o'zaro muqim bir kelishimga kelib, bir necha soatdan keyin xonni qoyil keltirishga urinib ko'rmoqchi bo'ldi. Yumshoq o'tik kiygan bu ikki odam shexil yeyitilgan xiyobonda mang'ach paranglashdi. Hammamiz Turponga atlanishimiz kerakmikin? Aksicha bo'lgan taqdirda xon hazratlari Xudo bandini kechirim qilib etishi mumkin, dedi Abdurahim tamkinlik bilan. Fikringizga qo'shilaman, kichik dada. Ammo agar biz yurishga atlansak va lekin hech bir qat'iy chora qo'llanilmasa, biz naqulay, hatto ahmoqona ahvolda qolamiz. Siliq e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi Shah Shujjiddin Ahmad. Turpan isyonchilarini besishda bizning ishtirokimiz emas, balki dadamning qat'iy choralarni qo'llanishi hal qilg'uchi o'ringa ega bo'lishi kerak. Boshqacha aytganda, qimmatli jiyanim, xon hazratlarimizning Alloh uni qo'llag'ay, Turpan bilan Qarasharga o'z hukmini hech ikkilanmay o'rnatishiga ko'zni yetkazishimiz kerak demoqchimisiz? O'rnatish emas, asliga keltirish. Bu so'zlardan keyin Abdurahim sirliq kulimsirab qo'ydi. Qashqarni qorong'ulik o'z qo'yniga elayotdi. Xiyobonning ikki qasnig'iga o'rnatilgan yog'och tuvruklardagi cho'ng mis lampalar yo'rig'ida Shah Shujjiddin Ahmad bu kulimsirashni bayqamadi. Abdurahimning ushbu kulimsirishi suhbatga qaraganda o'zining nurg'unroq bildiganligidan dalolat beradi. Abdurahim nimalarni biladi? Uning bovisi Sulton Said xon xonlik qurish davomida aksi Mansur bilan tarixiy Uyg'uriston, shu jumladan Turpan, Qarashar, Kuchar, Beshbaliq, Olmaliq, Qumul, Yarkand Uyg'ur xonligining tarkibiga faqat muxtariyat jihatdan o'zini o'zi idora qilish sharti bilan kirishi lozim edi. Shu davrda Turpan, Qarashar, Kuchar, Beshbaliq, Olmaliq va Qumul tavallarining xoni Mansur edi. Boshqacha aytganda, yakan bu tavallarga vali belgilash huquqidan mahrum edi. Aksicha bo'lgan taqdirda, ya'ni hukmdorlar o'zlarini ularga tangsa, Turpanliklar bilan Qarasharliklar davlatdan bo'linib ketish huquqiga ega edi. Abdurahim buni biladi. Shunga Xudobandi o'z manfaatini amalga oshirish uchun naq mushuni foydalanmoqchi bo'layotganligini tushunadi u. Jimjitlik uzoqqa so'zildi. Shah Shujjiddin Ahmad o'zi bilan Abdurahimning kelishadiganligiga ishonch hosil qildi. Biroq tashabbus ko'tarib, ushbu fikrni Muhammad xonga yetkazishni xohlamadi. Shundoq bo'lsa-mu, u bu haqda ochiq etish qaroriga keldi. Muhtaram kichik dada, bizning oddiy, ammo umumiy fikrimizni xon aliylarga yetkazib etsangiz qanday? Men o'tganda davlat kengashida so'zlagandim. O'ylaymanki, mamlakatimizning taqdiriga beparvo qaramaydigan har bir fuqaroning fikrini yana bir marta yetkazishga men tayyor. Ular bog'da yana biroz paranglashgandan keyin uyiga qaytib kirdi. Xuftan namozni o'tab bo'lib, kechki g'izoga o'ltirdi. 6-bob Turpan, Qumul, Qarashar tavallaridagi hokimiyatni egallab olgan Xudobandi o'zini nomunasib, uyatliq ish qilmayapman deb o'yladi. Uzun yillar davomida u avval Abdukerim xonning, ondan 3-Muhammad xonning zuvonsiz qo'llashi bilan bu kangtasha zaminni boshqurib keldi. Lekin
Muhammed Xanның yaşınıp qalğanlığı, onun varisi bolğan şahzada Şah Şüccüddin Ahmedning atasının göz qarşıga tamamen oxşamaydigan başqa mavqeda ekanligi keyinki yıllarda onu bearam qılmaqda edi. Xudobendi Turpan hükümdarları sulalısının vəkili emasdi, u yat edi. Biroq u bekmi təşəbbüskar edi. Şuna özünün tirişçanlığı tüpeyli muşu pellige yetken. Bu hükümdarlık Cimi yeken Uyghur xalqıga mangmısımı Turpan bilen qarışşarga igidarçılık qilish az emasdi. Xudobendining Turpanda payda bo'lishig'a bir omadlik voqea sababchi bo'lgan. Amaliyotda u bu zaminga uning xo'jayini yo'q chaqda kelgan. U madrasada tava tarixidan ilm tahsil ko'rgachga o'zini ikkinchi Yunus Xonga yoki birinchi Sultan Ahmad Xonga qiyos qiladi. Mo'g'uliston davlatining ulug' xonlarining biri Yunus Xon ikki o'g'liga qudratli mamlakatni mirosga qoldirganligini u yaxshi biladi. Uning cho'ng o'g'li birinchi Sultan Mahmud Xon G'arbiy Mo'g'ulistonni idora qilsa, kichigi birinchi Sultan Ahmad Xon Sharqiy Mo'g'uliston bilan Uyg'uristonga hukmdorlik qilgan. Birinchi Sultan Ahmad Xonning cho'ng o'g'li Mansur Xon dadasining varisi bo'ldi. Mo'g'uliston davlatining oxirgi hukmdori Mansur Xon ko'plagan dahshatli urushlar natijasida faqat Turpan, Qumul, Kuchar, Ko'rla, Qarishar, Almiliq, Beshbaliq qatorliq shaharlar bilan ularga qarashliq yeza kentlarni o'z ilkida saqlab qolgan edi. Mazkur shaharlar Uyg'uristonning tarkibiga kiradi. Uyg'uriston degan qadimiy bu nom Tavaning sirtida Chingizxon istilosidan bir necha asr burun tasdiqlanib bo'lgan edi. Birinchi Sultan Ahmad Xonning ikkinchi o'g'li Sultan Said Xon Yakan, Qashqar, Xotan, Yengisar, Uchturpan va Aqsu shaharlaridan tarkib topgan 6 shaharda qarorlashgandan keyin u aksi bilan birlashib o'zi tashkil qilgan Yakan Uyg'ur xalqining tarkibiga kirish taklifini berdi. Ushbu tavada taxt mirosxo'rlik yo'l bilan qoldirilishi kerak edi. Inisidan 10 yil ortiq yashagan Mansur Xon Cimi davlatini boshqarishga intilmay, kelishim shartga qat'iy rioya qildi. U inisining mirosxo'rlaridan ularning mu kelishim shartga amal qiladiganligini va Turpanga o'z odamlarini tayinlamaydiganligini, bu huquqqa o'zining Mansur Xonning varislariga ega bo'ldiganligini kutgandi. Mansur Xon vafot bo'lgandan keyin Turpan taxtiga uning o'g'li Shoh Xon o'ltirdi. Biroq o'zaro urush janjallar oqibatida u yollanma qalmoqlarning qo'lidan qazo bo'ldi. Shoh Xonning yolg'iz o'g'li Mavrin Nahrida qazo bo'lgandan keyin Turpan taxti bo'sh qolgan edi. Xudobendi mushundan foydalanmoqchi bo'ldi. Shu voqealardan keyin oraliqda 10 yil o'tganiga qaramay Xudobendi o'zining ma'naviy ustozi Qaratog'liklarning sarkisi Ishoq xo'janing darg'azab bo'lib, Xudobendining dadasi marhum Kurayshga aytgan hilqi basharatini bir kunmi unutmagan edi. Shu chaqda Ishoq xo'ja Kurayshga uning avlodidan hech kim davlatxoni bo'la olmaydi degandi. Xudobendi Ishoq xo'janing muridi edi. U bugun o'zining Yakan Uyg'ur xalqi hukmdoriga qarshi isyon ko'tarayotganligini Qaratog'lik so'plar sarkisining bilishini bek xohlatdi. Lekin Xudobendi Ishoq xo'janing Sabiq Xon Abdukerimning farmoni bilan mamlakatdan quvlanganligidan xabardor edi. Turpanni Yarkand bilan Qashqarning yalmab jutishining oldini olish uchun Xudobendi hiyla ishlatmoqchi bo'ldi. U Muhammad Xonning o'zi xohlamasmi, ammo sulola yosh avlodining qism ko'rsatishi bilan Turpanga jazman kelishini biladi. U jiddiy urushning bo'lmaydiganligiga ishonadi. Navoda jang boshlansa, yovuz qo'shinlarning adab ketishi mumkin edi. Bu yovuz qo'shinlar ko'plagan dahshatlarni keltirib chiqarishi muqarrar edi. Shuningga qaramay,
Xudobendi shahar sepilini kuchaytirish uchun munarlarni balandlashtirishga buyruq tushardi. Shahar qamalga ilingan taqdirda 3 oyga yetgidek suv va yemaklik, ichmakliklarni qamdab olishni farmon qildi. O'zi boshqarayotgan zimindagi yirik shahar kentlarga chaparmanlarni avatib, hamma hokimlarning qo'llashiga erishdi. Boshqacha aytganda, ko'plagan shaharlar bilan yeza kentlar aholisining uning tarafini elishi Xudobandini texmi ruhlantirdi. Ikki o'tning orasida qolgan Hadicha ichidan hassas bo'layotdi. Her kechasi eri yotoq uyda paydo bo'lganda öksüp ko'zlari namlishatdi. Hadicha Xudobandini chin dilidan so'yatdi. U erining mushu harakatlari orqali bir balo qazo akalmisi bo'ladi deb pek tashvishlanadi. Bu balo qazo eng avval Xudobandining beshiga keladi. Chunki uning dushmanlari to'limi ko'p edi. Hadicha o'z taxminlarini ochiq izhor qila olmadi. Ammo xotinining ichki holatini sezgachga Xudobandi pat-pat gapni o'zi teshatdi. Bugun Muhammad xonning asosiy qo'shinining Qashqarga yetib kelganligidan uchur olgan Xudobandi sardarlarning hamrohligida kuni bo'yi Turpanning chet taraflaridagi istehkomlarni ko'zdan kechirib, tun yarmidan oshganda yotoq uyga kirib, harg'in qiyofatda "Patiqinda dadang bilan akangni ko'rasan, ular yo'lga chiqibdi" dedi. Hadicha yig'layverib, ishib ketgan ko'zlarini ko'tarib, bo'sh ovozda un qatdi. "Nima qilman desangiz ixtiyoringiz. Biroq bolalarimiz bor-ku, Muhammad Hashim cho'ng bo'lib qoldi. Kichik dadam bizning bolalarimizga ziyonkashlik qilarmi yoki Shah Shujjiddin Ahmaddan atiyat qilyapsansan? Lekin siz nemishga ularga qarshi chiqyapsiz? Nemishga?" O'zini tutolmay yana ko'z yosh qildi Hadicha. Xudobandi darg'azab bo'lib, o'z ko'zi qizirib ketdi. To'liq badanlik bu yosh odamning salomatligi ancha yaxshi emas edi. Keyingi yillarda u salla asabiylashsa, o'z ko'zi o't bo'lib yonatdi. Keyingilar bir necha qitim uning undaq aytganda harom qinini oqqizgan. Bu ishlardan keyin u o'zini xiyli yenik his qiladi. Lekin ko'p o'tmay o'z ko'zi bo'yni yana qizirib, gajgisiga chidig'siz og'riq kiradi. "Men hech kimga qarshi chiqqanim yo'q" deb vaqirdi u. "Men qonuniy asosda o'zimga tegishli bir narsa uchun kurashyapman." Qaramtu yeshil chapanini silib etib, yoqsiz oq chekmanda qolgan Xudobandi qattiq og'riyotgan gajgisini tutib, bo'lma ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. "Sen shuni tushundingki, bolalarim uchun men shu ishga qo'l urdim. Allohning shafoati bilan men Turpan taxtida 10 yil o'ltirdim va yanamı o'ltirishim mumkindi. Ammo bu dunyoda hech kim ham hech nima mangulik emas. Oldimizda bizni nimalar kutib turdi, buni faqat yaratquchilar biladi. Shunlashqa mening bilan hisoblashsin deyman. Bizning urug', bizning qavm mamlakatda obro'y ehtiromga ega. Sen bilasan, mening bovam Abdurashid xon bilan dadam Kuraysh sulton Yakandagi oltinliq qabristonligiga dafn qilingan. Alloh ularning qabrlarini davlatning asoschisi Sultan Said xon tuprog'ining qishida belgiladi. Bu mening Turpanning valisi sifatida mamlakat uchun ahamiyatimni ko'rsatdi. Ularning u xotiniga nazar tashladi-da, ovozni pasaytib, so'zni davomlashtirdi. Ularning "Sening akang boshliq buni e'tirof qilg'isi kelmayotdi." Hadicha sal xotirjamlandi bo'lg'ay. "To'la asabiylashmang. Saqlig'ingizning yo'q ekanligini ko'ryapman. Nemishga qon to'kishsiz kelishimga kelishga bo'lmaydi" deb pichirildi. Bu so'zlar Xudobandiga ta'sir qildi. U o'zini besib taxtiga o'ltirdi va beshini ikki qo'llab tutib, bo'sh ovozda "Hamma narsa yaxshi bo'ldi. Ularmi qon to'kishni xohlamasa kerak" dedi. 6-bob tamom. Bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Diqqat berganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.